alaykum aziz bolajonlar. Kayfiyatlar qanday? Bugun sizlar bilan tanishganimdan va ko'rishib turganimdan juda xursandman. Aziz bolajonlar, o'zbek bolalar folklori uzoq asrdan beri mavjud. Bunga kattalar ham, bolalar ham baravar hissa qo'shgan. Kattalar hamisha o'z farzandlarini o'ylab yashaganlar, mehnat va ijod bilan shug'ullanganlar. Bolalarga mo'ljallab ajoyib, g'aroyib ertaklar to'qiganlar. Bolalarni zehnni chorlovchi topishmoqlar ijod qilishgan. Nutqni rivojlantiruvchi tez aytishuvlar ijod qilishgan. Aziz bolalar, bugun men sizlarga qadimiy milliy cholg'ularimizdan chonqovuz haqida qisqacha ma'lumot beraman. Chonqovuz qanday yasaladi, qanday chalinadi, bu haqida sizlarga qisqacha ma'lumot beraman. Chonqovuz o'zbek xalqining o'tmish davrida dastlab suyakdan, keyinchalik qamishdan, keyinchalik yog'ochdan yasalgan va keyinchalik esa temirchilar tomonidan temirdan yasalgan. Chonqovuz qadimda chonqovuzni asosan xotin-qizlar chalishgan. Bugungi kunda badiiy jamoalar chonqovuz cholg'u asbobidan o'z dasturlarida foydalanib kelmoqdalar. Chonqovuz og'zidagi havo yordamida muayyan ohanglar chiqaradi. Qani? Chalamiz endi. Nafasni chuqurroq, chuqur nafas, katta nafas. Ana shuni balishtiradi. Aziz bolalar, meni shogirdim Nodirbek Rahimqulov qani? Bolalar, bizlar ham milliy cholg'ularimizni qunt bilan o'rganib, nomodiy madaniy merosimizni kelajak avlodimizga yetkazishimiz zarur. Endi bolalar birgalikda chalamiz.
Aziz bolalar, bugungi mahorat darsimizdan xursandmisizlar? Aziz bolalar, bugungi mahorat darsida ko'rgan qo'shiqlaringizni mahallada, uyda, bog'chada bo'ladigan tadbirlarda ijro qilishlaring mumkin. Bizlar sizlarni o'zimizni nomoddiy madaniy meros yo'nalishi bo'yicha to'garagimiz bor. O'sha to'garakka taklif qilamiz sizlarga. Borasizlarmi? Bizni bolalardek doira chalishni o'rganasizlar, chanqovul chalishni o'rganasizlar, qo'shiq aytishni, bolalar o'yinlari haqida o'rganib olasizlar. Sizlarni kutib qolamiz. Sog' omon bo'linglar. Xayr.